Ruxsora bilan bo'lgan voqea haqida to'liq gapirib bersangiz. Ruxsorani qabrga qo'yib bo'lishgach, hamma uyiga tarqaldi. O'sha kuni kech tushgach, men Ruxsora yotgan qabrni kavlab, murdani uyimga olib ketdim. Uni odatdagidek vannaga soldim. Yaxshilab tozalab yuvintirgach, jonsiz tanaga hatto hayvon ham qilmaydigan ishni qildim. Va ichkilikning dastidan uxlab qolibman. Bir mahal qulog'imga ovoz eshitildi. Eshikni go'rkov teshavoy taqillatayotgan ekan. Men esa razil insonman. Chunki murdani harom qilganim yetmaganidek, uni vannada yashirdim. U sasimasligi uchun suvga solib qo'ydim. Siz qilgan ishingizga pushaymonmisiz? Odil suddan kechirishini so'raysizmi? Men barchasiga afsusdaman. Ammo meni kechirishlaringizni xohlamayman. Menga eng oliy jazoni berishingizni so'rayman. O'shanda vijdonim oldida yuzim yorug' bo'ladi. Yo'qsa men vijdon azobiga qanday chidayman? Ayblanuvchi Qobil Qodir o'g'li. Siz juda jirkanch jinoyatni sodir etgansiz. Mening qarorim esa quyidagicha. Qonun barcha narsadan ustundir. Shunga ko'ra Qobil Qodir o'g'lining qilgan jinoyatlariga ko'ra umrbod qamoq jazosiga hukm qilinsin. Abdurahim qizi Ruxsorani esa qaytadan barcha urf odatlarga amal qilingan holda dafn qilinsin. Qaror barchaga ma'qul kelgan bo'lsa, sud yopiq deb e'lon qilaman. Meni insonlar kechirmasliklari aniq. Yaratgan meni o'zing kechir. Yo'qsa men halok bo'laman. Ruxsora, mana jasading ham topildi. Endi orom olib uxla. Bilasanmi Ruxsora? Men seni sevar edim. Lekin hech ham o'zingga ayta olmaganman. Oxirating obod bo'lsin.